Bugun sizlar bilan birga fransuzcha qizlarni makiyajini qilamiz. Kim dedi sizlarga biz ularni makiyajini qila olmaymiz deb. Sizlar bilan birga bir kunga French girl bo'lamiz. Ularni makiyaji juda ham tabiiy ko'rinadi, faqat ajralib turadigan narsa qizil pomada. Bugungi tema qizil bo'lgani uchun даже manikyurimda ham qizil bor. French makeupda juda ham естественный ko'rinish bo'lgani uchun yuzimizga BB krem suramiz. Meni eng sevgan BB kremim Mishadan. Ertalab soat 11 da ishga borishim, soat 1 da kollegalarim bilan vino ichishga chiqishim uchun menga ertalabdan kechgacha turadigan makiyaj kerak. Bunaqa makiyaj qilish uchun обязательно sponjga setting spray bilan brizgati qilib BB kremimizni yaxshilab o'tirg'izamiz. Dальше konturimni ko'rsatmoqchi edim, lekin konturim juda ham kir ekan, ko'rsatishdan oldin sizlarga обязательно tozalayman. French makeupda juda ham yengil konturing qilamiz. Meni eng sevgan konturim Kikodan. Men juda ham ko'p konturlar ishlatib ko'rganman, Charlotte ham ishlatib ko'rganman, lekin meni eng sevganim shu. Ben bu saatte neden makyaj ediyorum? Bu makiyaj ideyasi menga kechki payt soat 11 da kelib qoldi. Shuning uchun ideyalar kechki payt kelganda ularni qilish shart. Bu strижканы haqqini o'damamiz kerak arkadaşlar. Men doim makiyajda konsiler ishlataman, lekin French girl makeupda konsiler shart emas. Konturingdan keyin blush nima edi? Rumyanamni ko'rsatmoqchi edim, u ham kir ekan, ko'rsatishdan oldin, конечно, tozalaymiz. Rumyana blush ham Kikodan men har kuni ishlatadigan rumyana. Rumyanani, конечно, yanoqlarga, ko'zning tepasiga, burun uchiga suramiz. Rumyanadan ko'proq suramiz, chunki boshqa hech nima ko'p ishlatmaymiz. Dальше buni shotka bilan yaxshilab o'tirg'izamiz, yotqizamiz. Neyse, we are blending it with the brush. Shu joyda yuzimni qanchalik zo'r siyay chiqib turganiga e'tibor beringlar. Bu makiyajda baking qilmaymiz, lekin makiyaj kechgacha turishi uchun yengil pudra ishlatamiz. Pudra ham Kikodan. Kiko bu makiyajda sponsor bo'lsa bo'lar ekan. Pudra juda ham yengil bo'lgani uchun yuzimizdan hamma joyga qo'rqmasdan suramiz. Ketidan kipriklarimizni bo'yaymiz. Mendagi tush Essence'dan juda ham arzon, lekin kачествоsi juda ham zo'r. Ko'zlarim rangini, gözlerimi çok seviyorum ya. Bitta tarafiga tush surilgan, bittasiga surilmagan. Farqini qaranglar. Dальше qoshlarni taraymiz. Cho'kantagidan qoshlar ko'rinmasa ham. Makiyajning eng qiziq momenti lablarni qizilga bo'yaymiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan makiyajim. Lablarni bitta qalam bilan bo'yaymiz. Menda golden rose. Rangini qaranglar, qanchalik chiroyli, beautiful, çok güzel. Makiyajdagi oxirgi etap highlighter suramiz. Mendagi highlighter Rare Beauty'dan. Ko'zlarning ichiga, o'rtaga, burun uchiga. Fransuzcha makeup tayyor. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue. Follow qilish esingizdan chiqmasin. Bye.